2008-yil turbo dizelda Kia Carnival avtomobilini ko'rsataman. 95% o'zi bu mashinani anaqasi motori dizel bo'lib chiqqan. Dizel juda ham kuchli, ham ekonomik, ham baquvvat, holati juda ham zo'r. O'zini firmaning diskalarida balolarning holati yaxshi. Yurib turgan tayyor mashina 380 ming kilometr yurgan, motor, mos, korobka, hadoylar hech qanaqa ishlar yo'q ekan. Test manitorni qo'yib qo'yishgan, konserlarga ishlab turgan ekan. Bitta freon dalyovka qilib yuborsanglar, hammasi zo'r bo'lar ekan. Avtomat korobka, holati juda ham zo'r mashinani. Knopkasini yoqib, svetlarini yoqib, mana holati zo'r aytganimdek. Hech qanaqa ish yo'q ekan hozirgi paytda. Motor, hadovoy, korobka hammasi zo'r ekan. Farsunkalarga almashtirib qo'yishdi. Shu kraskasi padyukka qo'rilgan ekan. Okamlar men kraskasini bilmas edim umuman. Shunday olganman dedilar. Shu kraskasi padyukka bo'lgan ekan. O'zim bilan ko'rdim. Unda menimcha betlarida bor. Lekin seriyoz yundar yo'q. Hamma zazolargacha zo'r turibdi. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 5800 ga beraveramiz.